Agarda Uchtepa atrofidan uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Menimcha akalar, 375 sotix yer maydoniga joylashgan tayyor patkul uchastka srochni sotiladi. Lokatsiya bor-ku, vaqti bomba deb ko'ryapsizlarmi? Uchtepa tuman istirohat ko'chasi bor. Akalar, shunda 100 metrda istirohat bog'i joylashgan bo'ldi. Mahallani ko'ryapsizlarmi? Keng, fayzli, tinch mahalla. 106-maktabning ro'parasida joylashgan bo'ldi. Yonginasida maktabning yonida o'sha bog'cha ham joylashgan bo'ldi. 375 sotix yer maydoniga joylashgan, bitta, ikkita, uchta oyna ketayotgan bo'ldi. Oldida o'zini ko'ryapsizlarmi? Zahvat joylariga ham ega, chiroyli mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Uchastkamizga asosiy darvozaxonadan kirish ko'ryapsizlarmi? Uzun yo'l orqali kiriladi. Keng, katta hovlisi, fayzli, o'zbekona uchastka akalar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Bu yoqda alohida oilaviy dam olish joylarini ko'rishimiz mumkin. O'rtada katta zeleniy zona joylashgan bo'lsa, ikkita tarafga bino joylashgan bo'ldi, ko'ryapsizlarmi? Bu yoqda asosiy bino joylashgan bo'ladi. Bu yoqda ko'radigan bo'lsak, bitta katta zal, bitta katta yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Uning yonginasida kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Kuxnya ham polностью komplekt holatda, mebel, texnika jihozlar bilan va bu yoq burchak qismida alohida kladovka va umumiy sanuzolni ham ko'rishimiz mumkin. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, darvozaxonamiz tepasida bitta katta yotoqxonasi o'zini sanuzoli bilan joylashgan bo'ladi. Asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, kirish shunaqa uzun hol, xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'ldan boshlab ko'rsatib beraman. Bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Remontlari xuddi shu holatda. Bu yoqda ham yana bitta katta zal, uni ichida o'zini katta yotoqxonasi bilan polностью komplekt holatda bitta umumiy sanuzoli ko'rishimiz mumkin. Akkuratniy holatda uning yonginasida katta yotoqxonasi, ko'ryapsizlarmi? Mebel jihozlar bilan tayyor holatda. Ko'rganinglardek, remontlari yaxshi holatda, kelib bemalol yashasa bo'ladigan darajada. Bu yoq asosiy binoyimizda tegi bor-ku, polностью podval. Podvalni ham xonalarga bo'lib qo'yishgan ekan, kelib bemalol remont qilib foydalansanglar bo'ladi. 1 sotixini 68 ming dollardan qo'yamiz. Uchtepa tumanida Orientir istirohat bo'ldi. 106-maktabning ro'parasidagi xonadon 375 sotixli. 1 sotixi 68 ming dollardan. Pastda egalar nomerini qoldiramiz.